Assalomu alaykum, hurmatli YouTube muxlislari, ishqibozlari. Bugun sizlarga foydali bir kontent qilishga qaror qilgandik. Xudo xolasa bugun salqin setkani foydalari haqida ma'lumot berishni afzal bildik. Xudo xolasa. Xo'p, bugun mana shu setka haqida gaplashamiz. Salqin setka haqida, foydalari haqida. Xo'p, birinchi foydasi, eng avvalo bu salqin setka quyoshdan saqlaydi. Eng birinchisi, quyoshning o'sha fotosintez jarayonini me'yorda o'tkazib beradi. 30 gradusdan oshsa o'simliklar o'ziga ozuqalarni olmay qo'yish ehtimoli katta. Sababi kun isib ketadi, barglar ishlamaydi, ildizlar isib bloklanib qoladi. Shuni hisobiga rivojlanish yaxshi bo'lmaydi. Salqin setkani tortib qo'ysak, salqin setka ancha bizga quyoshni to'sadi, yordam beradi, rivojlanishi yaxshi bo'ladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, salqin setkani tortganimizdan keyin bu rasayam namlikni me'yorda saqlashga yordam beradi. Tezda qurib qolmaydi. Quyosh nurini kam o'tkazganiga sababli suv berish uzoqroq muddatlarga cho'ziladi. Suvni sarflanishi jamiyatimizga, o'zimizga o'sha ekonom bo'ladi, tejaladi. Bu ikkinchi foydalari. Uchinchisi, shamoldan ko'proq saqlaydi. Kuchli shamol bo'lsa, yaxshilab mustahkam qilib qo'ysangiz, kuchli shamolni minimallashtirib, o'sha kamroq o'tkazadi. Hosillarni nobud bo'lishiga, shoxlar sinishiga, gullarni to'kilib ketishiga ancha o'sha oldini olib yordam beradi. Mana shu foydalari bor hozir. To'rtinchisi, jala yoqqanda, yomg'ir yoqqanda juda ham foydasi katta. Do'l yoqsa, jala yoqsa, ekinlarimizni, mevalarimizni haddan tashqari mevalarini kerak bo'lsa urib nobud qiladi, to'kib yuboradi. Ayniqsa do'l yoqsa, do'l o'sha tekkan joyini jarohatlab qo'yadi. Haligi joydan kasalliklar paydo bo'ladi, chirish paydo bo'ladi, yorilishlar paydo bo'ladi. Shu yorilishlarning oldini mana shu salqin setka oldini oladi. Bu 4-chi foydalaridan. 5-chi foydalaridan bittasi, bu insonlar mana shunaqa komfort ishlashi uchun, shunaqa jazirama issiqlarda tagida salqingina o'sha mehnat faoliyatini olib borish uchun juda ham qulay. Bu tomondan ham ancha katta yordam beradi. Xo'p, 6-chi foydalaridan bittasi bu mevalarni chiroyli, sifatli yetishtirilishi. Quyosh nurini me'yorda o'tkazgandan keyin bu 55% setkalarimiz juda ham mevalarni chiroyli, sifatli, keyin yirik qilib berishga juda katta sabab bo'ladi. Chunki bu quyosh nurini
o'rta holatda o'tkazib beradi. Mevalar o'zi xohlagan fotosintezni oladi. Ildizlar yaxshi ishlaydi, barglar yaxshi ishlaydi. Shuni hisobiga mevalar chiroyli, yirik bo'ladi. 7-chi foydalaridan biri bu salqin setgan tortib qo'yganingizdan keyin agar atrofini ham salqin setka qilib qo'ysangiz, ma'lum miqdorda hasharotlardan saqlaydi. Har xil yirik hasharotlar urib qo'ygani kelganda setkadan o'tolmasdan qaytib ketish ehtimoli katta. Xo'p, 8-chi foydalaridan biri bu parrandalar. Parrandalardan ham juda yaxshi saqlaydi. Buni o'sha hilpirab turishi, vajohati, qushlarni kelishini oldini oladi bu. Ayniqsa bu malina, qulpinachilikda, uzumda, gilosda juda katta foyda beradi. Xo'p, shaftolida mana shu shaftolilar 3-yilgi hosilligi kirdi. Mana shu darajaga kelganini sababi mana shu salqin setkalar. Salqin setkani sababidan mana shu darajaga keldi bu. Mana shu 3-yillik shaftolilar. Qulpinaga mana shunaqa bolalarni yaxshi ko'karishiga, chiroyli issiqda so'lib qolmasliklarini oldini oladi. Bu ham juda ham foydalari katta. Xo'p, mana hozir qo'ldan kelgancha, Alloh qodir qilgancha foydalarini aytib o'tdim. Endi zararlari haqida o'sha qalinroq tortib qo'ysangiz, misol o'simliklarga 55% aytgan. Mabodo siz yo'q, men qalindan olaman deb 95% qilib qo'ysangiz, quyosh nurini to'sib qo'yasiz. Namlik oshib ketadi. Namlik oshganda zamburug' kasalliklar paydo bo'lishni boshlaydi. Mana shuni hisobidan keyin anchagina zarar ko'rib qolish ehtimoli katta. Mana shunaqa minus tomonlari ham bor. Maksimalni iloji boricha o'simliklarga 55% setka tortish kerak. Mana shunaqa ma'lumotlar hozircha. Xo'p, biz mana bu setkamizni Rossiyada ishlab chiqarilgan, o'sha Rossiya bilan hamkorlik qilayotgan Hozagro kompaniyasini setkalarini olib keldik. Hozirda bugungi narxini aniq men ayta olmayman, chunki narxlar o'zgaryapti kundan kunga. Shuning uchun o'zlariga aloqaga chiqib bilib olishinglar mumkin. Men buni 12 metrga 100 metrini, eniga 12 ga, uzunligi 100 metrini shu 2,5 million atrofiga olgandim. Bu ancha bir 15 kun, 20 kun oldingi gap. Hozir endi narxlarini aniq bilmayman. Bu Rossiyada ishlab chiqarilgan salqin setkani juda ham afzalligi, nimalari ko'p ekan, kачествоsi yaxshi ekan. Sababi mana men o'tgan yil o'sha Xitoydagini olib kelganman, 55%ligini. Bir yilda mana shu holatda turibdi. Mana. Endi bu ham tortsa bo'ladi. Yo'q, lekin kачество ancha pastda. Mana yirtib, shamollarga chidam bermadi. Buni o'sha Xitoydan olib kelib bozorlarimizda, nimalarimizda sotyapti. Mana уже mana qarang. Mana shunaqa ahvolda. Shuning uchun iloji boricha biz dehqonlar pulni shipirib olmaymiz.
mehnat qilib topamiz. Shuning uchun pulimizni qadriga yetish uchun yaxshiroq, chidamli, chiroyli, baquvvat mahsulotlarni, materiallarni olishni harakatini qilishimiz kerak. Xo'p, profillarga kelsak, profillarimiz 4x4 profil. Bo'yi 260 profilimizni o'sha Farg'onaning Buvayda tumanidan 1 oy oldin 42 mingdan olib kelganmiz. Endi hozirgi narxini men aniq bilmayman, chunki narxlar kundan kunga o'zgaryapti sezon kelgani uchun. O'shaning uchun o'zingizlar surishtirib olishinglar mumkin. Hozircha salqin setka haqida ma'lumotlarimiz shu. Kanalimizga obuna bo'ling, qo'llab-quvvatlang. Xudo xolasa sizlar uchun qo'ldan kelgancha yaxshi ma'lumotlarni, o'sha Yevropada qanaqa usullarni qo'llayapti, O'zbekistonni dehqonchiligini, bog'dorchiligini rivojlanish uchun iloji boricha shu chet eldan, Yevropadan olingan bilimlarni Alloh qodir qilgancha YouTube'ga, gruppamizga tashlab boraman. Inshaalloh a'zo bo'lib, qo'llab-quvvatlab, kuzatib borsanglar, inshaalloh Xudo xolasa ancha ilmga ega bo'lib qolasizlar, Xudo xolasa. Va manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Hammalaringizga, tan jonlilarga sog'lik, salomatlik tilab qolamiz. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar.